Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan qulaylik va zamonaviylikni o'zida mujassam etgan Beston 543 DNV sovutkichini batafsil ko'rib chiqamiz. Sovutkichimiz umumiy 413 litr hajmga ega bo'lib, dizayni juda ham chiroyli qilib ishlangan. Boshqaruv paneliga keladigan bo'lsak, sensorli displeydan iborat. Sovutkichimizning ushbu rangi Dark Inox hisoblanadi. Uni ishga tushirish uchun Fresh tugmasini 3 soniya bosib turamiz. Bundan tashqari Fresh tugmasi bilan sovutkich bo'limining ishlash darajasini 1 dan 5 gacha belgilashingiz mumkin. Freezer tugmasi bilan esa muzlatgich bo'limining ishlash darajasini 1 dan 5 gacha belgilashingiz mumkin. Agar freezer tugmasini 3 soniya bosib tursangiz, Super Freezer rejimi ishga tushadi va mahsulotlarni qisqa vaqt ichida tezroq muzlatish kerak bo'lganda foydalaniladi. Muzlatgich bo'limiga keladigan bo'lsak, No Frost funksiyasiga ega bo'lib, muz yig'ilishini oldini oladi. Sovutgich bo'limiga keladigan bo'lsak, Multi Flow funksiyasiga ega bo'lib, sovuq havoning barcha qismlarida teng taqsimlanishini ta'minlaydi. Sovutkichning oynalari juda ham mustahkam bo'lib, og'ir mahsulotlarni ham bemalol ko'taradi. Sovutkichning pastki qismida joylashgan ushbu bo'linmalar yuqori darajadagi namlik talab qiladigan mahsulotlar uchun mo'ljallangan bo'lib, ushbu qismidan esa namlikni boshqarishingiz mumkin. Yuqorida joylashgan ushbu tortma esa xom go'sht va baliq mahsulotlarini yangidek saqlashga yordam beradi va 0 gradusda ishlaydi. Agar mahsulotlarimiz bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, Instagram sahifamizdan ko'rishingiz mumkin. Beston, oilangiz eng yaxshisiga munosib.